Men otam. Ey do'stim, eng avval otangni qadrini bilgin. Ey do'stim, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Ruxsat bersiz shu ashulalarni ozgina aytib bersam siz uchun. Ey do'stim, davlating imkoning bo'lsa, tulponing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Zeb-ziynat ustunmas ota onangdan, mol davlat ustunmas ota onangdan, hashamat ustunmas ota onangdan, maishat ustunmas ota onangdan. Ota mana bugun sizni Toshloq xalqi sizni qutlab turibdi. Biz ham shu qutlug' niyatlarga biz ham qo'shilamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. 30 kishilik shunaqa to'ylar ham qilsa bo'lar ekan. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Yıkılsang bir kunda tashlab ketarlar. Onam bo'lib ortga solgil bir nazar. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Oq sochlarda sabr beshiga, ajullar qatori jabr beshiga, biz ochib girmasak mehr eshigin, qarsillatib yopsak qadir eshigin, ulgir ochilmasdan qabr eshigin. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Davlating imkoning bo'lsa, tulponing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Axir sening vaqting shular emasmi? Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Ey do'stim, davlating imkoning bo'lsa, tulponing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni
onangga yashirin. Ey avval otangni qadrini bilgin. Ey avval ularga yaxshilik qilgin.